Homiladorlik ayollarni yoshartiradi degan fikrlarni juda ham ko'p eshitgan bo'lsangiz kerak. Hozir shu ma'lumotni ilmiy isbotlab beraman. Homiladorlik davrida albatta ko'p vitamin, minerallar yo'qotishingiz mumkin. Bolani katta qilib dunyoga keltirish uchun juda ham ko'p energiya kerak bo'ladi va shuni hisobiga balki sochlaringiz to'kilishi, tishlaringiz mo'rtlashishi kuzatiladi. Ammo tadqiqotlarda shu isbotlanganki, bolani hujayralari platsenta orqali onaning qoniga o'tib, u yerda yillar davomida saqlanib qoladi. Va ushbu hujayralar hattoki 30 yildan keyin ham onaning qonida aniqlangan. Bu hujayralar agar onani organizmida qandaydir muammolar paydo bo'lsa, turli xil to'qimalarda kasalliklar, yurakda, boshqa organlarda to'qimalar kasalliklari bo'lsa, ushbu hujayralar moslashib, u yerni tuzatish xususiyatiga ega. Bu jarayon mikroximerizm deb ataladi va yillar o'tsa ham, farzandingiz katta bo'lib ketgan taqdirda ham uni hujayralarini o'zingiz bilan doimiy ravishda olib yurarsiz. Sahifamizga obuna bo'ling va ushbu foydali ma'lumotlarni o'zingizga o'xshagan onalarga jo'natib qo'ying.